Ko'rishinglar mumkin, deyarli jonim qolmadi. Bunaqa momentda 99% qochishni harakatlari bo'ladi, lekin o'ylab qarasam, qochganimdan orqamdan otib qo'yar ekan. O'shaning uchun eng yaxshi himoya bu hujum deb priyom qilishga qaror qildim. Har doim ham qochish to'g'ri fikr emasligini mana yaqqol bitta misolni ko'rishinglar mumkin. O'shaning uchun har doim aql bilan o'ynashga harakat qilinglar. Siz ham mana shunaqa zaryotingiz kuchli bo'lib, protivnikni qochishiga sababchi bo'lmoqchimisiz? Unday bo'ladigan bo'lsa, shuni Telegram kanalimga o'tib, bemalol optimizatsiya ham xarid qilishingiz mumkin. Bitta narsani milliard marta aytish jonimga tegdi, lekin mayli, sizlar uchun yana bir bor eslatib o'taman. Agar sizga ham ishonchli akkauntlar kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zimni shaxsiy akkaunt savdo kanalimni, ya'ni BKSLni tavsiya qilaman. Profilimga o'tadigan bo'lsangiz, Telegram kanal orqali yoki aktualni orqali bemalol o'tib olishingiz mumkin bo'ladi. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Admin o'zim bir aytishgan, o'shaning uchun bemalol o'tib akkaunt xarid qilishingiz mumkin.